Davom etamiz. Demak, aplikasiya kesimlarini yana boshqa shakllari bor. Demak, qolganlariga to'xtalib o'tamiz. Bu kesimlarni chiqarishda o'ziga xosligi bor. Endi datchikni biz egmaymiz, buramiz. Ya'ni soat strelkasiga teskari holatda burib boramiz. E'tibor qilsangiz, 4 kamerali aplikasiya kesimda turgan holatimizda soat strelkasiga teskari holatda burib olsak, biz 2 kamerali aplikasiya kesim, 3 kamerali aplikasiya kesim, kerak bo'lsa atipik 5 kamerali aplikasiya kesimni chiqaramiz. Demak, soat strelkasiga teskari holatda. Demak, 2 bilan 3 orasida ko'rganimizda biz 4 kamerani ko'rgan bo'lsak, endi soat 1da ko'rganimizda, bir atrofida ko'rganimizda 2 kamerali, ya'ni metga tepaga qarab qo'yganda, qo'polroq aytganda, bu 12da tepaga qarab turadi. Yon tomonda turibmiz. Biz nisbatan yonroqda 11ga qaratib qo'yganimizda 3 kamerali aplikasiya kesim, 10ga qaratib qo'yganimizda 5 kamerali atipik variantda chiqadi. Ya'ni datchikni endi biz burishni boshlaymiz, buramiz. Keyin har birini alohida ko'rib chiqamiz. Demak, shu 4 kamerali aplikasiya kesimda turibmiz. Tasavvur qilamiz. Datchikni biz soat strelkasi 1ga qarab bursak, soat 1ga to'g'rilasak, biz 2 kamerali aplikasiya kesimda ko'ramiz. Soat 11ga to'g'rilasak, 3 kamerali aplikasiya kesimda. Taxminan soat 10ga to'g'rilasak, biz 5 kamerali atipik aplikasiya kesimni ko'ramiz. O'ziga xos variantda. Har birini alohida ko'rib chiqamiz. Demak, atipik kesimlarni yana bir animasiya ko'rinishda 4 kamerali aplikasiya kesimda turibmiz. Demak, datchikni biz burishni boshlaymiz. Endi teskari burilyapti bu yerda, biz aksincha buramiz. Faqat ozgina o'zgacharoq variant ko'rsatilgan. Aksinchasiga buramiz. Biz soat strelkasiga teskari ko'rinishda buramiz. Soat bo'yicha emas, teskarisiga. 2da turgan bo'lsak 1ga, 1dan 11ga, keyin 10ga, shunday holatda o'zgartirib borish orqali bir nechta xil aplikasiya kesimlarni ko'rib chiqamiz. Kelinglar, 4 kamerali kesimda turibmiz. Soat strelkasi taxminan 1ga to'g'rilasak, biz endi 2 kamerali aplikasiya kesimni chiqaramiz. 2 kamerali aplikasiya kesimda biz faqatgina chap kameralarning o'zinligini ko'ramiz. Chap qorincha va chap bo'lmacha. Endi devorlar o'zgaradi. Devorlar to'g'risida, segmentlar to'g'risida alohida leksiya bor. Shuning uchun men hozir uni sizlarga aytib chalg'itmoqchi emasman. Hozir asosan kesimlar chiqarishni o'rganishimiz kerak. Chap bo'lmacha, chap qorincha, ular orasida mitraklapan. Demak, chap bo'lmacha quloqchasi. Nima? Uzr. Koronasinus. Orqa tomonda turgan. Mana bu yerda turibdi, koronasinus. Xo'p. 2 kamerali aplikasiya kesimda biz chap qorincha funksiyasiga va qisqaruvchanligiga baho beramiz. Bu yerda endi biz old devor va pastki devorni ko'ryapmiz va bu devorlarning qisqarishiga baho beramiz. Mitraklapanni baholashimiz mumkin. Bu yerda o'zgacharoq holatda, misol ko'pincha mitraklap yirtilishlarida ba'zida boshqa kesimlarda ko'rinmagan holatlar bu kesimda ko'rish imkonini beradi. Doppler tekshiruvini ham o'tkazishimiz mumkin. Bu yerda ham chunki to'liq qon oqimi tovushimizga nisbatan 0 gradus burchak ostida yo'naladi. 4 kamerali aplikasiya kesimdan kelinglar 2 kameraliga o'tishni ko'ramiz. Datchikni biz soat strelkasiga teskari holatda buramiz. Buryapmiz. Taxminan soat 1-2 oralig'ida bizga 2 kamerali aplikasiya kesim chiqishni boshladi. Qorinchalar ko'rinmay qolyapmi?
ko'rinmasdi boshlaydi. Va chap kameralar burib borgan sari. Hozir to'liq burilgani yo'q, qorincha ko'rinib turibdi. Asta-sekin burishda davom etyapti. Va taxminan strekkasi soat 1 ga to'g'rilaganimizda bizga endi yurak joylashiga qarab burib borganimiz chiqadi. Ikkita kamera. Va bu yerda biz albatta baholashimiz kerak. Kameralarni yuqorida aytib o'tgan barcha holatlarga baho berishimiz kerak. Ovoz pasaydi. Ovoz pasayib qoldimi? Boshqa holatda ko'ramiz. 4 kamerali applikatsiyada turibmiz. Datchikni asta-sekin soat strekkasi teskari holatda buryapmiz. Burishni boshlayapmiz. Ikki kamerali applikatsiya chiqdi. Albatta baholaymiz barcha holat. Mana bu yerda koronavirus ham ko'rinyapti. Quloqcha bu tomonda, aks tomonda, old tomonda ko'rinadi bizga. Ikki kamerali applikatsiya chap qorincha, chap bo'lmacha, mitroklapan va devorlar. Yurak uchi juda ham yaxshi ko'rinadi bu kesimda. Ko'pincha shu yurak uchidagi tromblar, qisqaruvchanlik buzilishlari, anevrizmalar baholash uchun juda ham qulay kesim hisoblanadi. Bu ikki kamerali applikatsiyani chiqarish. Va albatta quloqchasi chap bo'lmacha quloqchasi ham juda ham yaxshi ko'rinadi. Koronavirus ham juda ham agar kengaygan bo'lsa juda katta tomir ko'ramiz bu sohada. Kamerali applikatsiyaga o'tish uchun endi ikki kamerali applikatsiyada yana datchikni burishda davom etamiz. Taxminan soat 12-11 oralig'ida bizga endi 3 kamerali applikatsiya chiqadi. Bunda bizga o'ng qorincha deyarli ko'rinmay qoladi. Asosan chap qorincha, chap bo'lmacha va aortani ko'ramiz. Bu kesimda alohida devorlarga segmentlarni baholash imkonini beradi va yana bu yerda aorta klapanda aorta bo'ylab oqayotgan qon oqimini dopplerda baholash imkonimiz bor. 5 kamerali kesimga o'xshash. Demak, chap qorincha chiqish yo'li, mana bu toraygan soha aorta klapan, aorta chap bo'lmacha, mitroklapan bu yerda ko'rsatilgan. 3 kamerali applikatsiyada ham devorlar qisqaruvchanligiga shu segmentlar bo'ylab baholaymiz. Aortal va mitral klapanlarni baholashimiz mumkin. Chap qorincha chiqish yo'liga baho berishimiz mumkin mana bu sohaga va doppler tekshiruvi o'tkazish uchun qulay hisoblanadi aorta uchun. Mumkin mitroklapandan o'tayotgan qon oqimini ham baholash mumkin bo'ladi. Kelinglar 2 kameralidan 3 kameraliga o'tishamiz. Ya'ni datchikni burishda davom etamiz. Faqat buramiz. Metkasini, demak, burishda davom etyapti. Yani turli odamlarda aniq soat mana bunda chiqadi deb ayta olmaymiz. Turli odamlarda turlicha. Faqat burishda davom etsangiz bo'ldi. Sizga ekranda orientirlaringiz chiqsa bo'ldi. Aorta ko'rinishi kerak. Chap bo'lmacha, chap qorincha ko'rinsa, demak bu 2 kamera. O'ng qorincha deyarli ko'rinmay qoladi. Juda kichik qismi ko'rishingiz mumkin. 3 kamera deyilishiga sabab aortani qo'shib aytilyapti bu yerda 3 kamerada aytishimizga sabab. Albatta bu kesimda ham aortani qon oqimiga baho berishimiz mumkin. Bu yerda ham to'g'ridan to'g'ri 4 kameralidan boshlanyapti. Yani 2 kameraliga o'tyapmiz. Buryapmiz datchikni. 2 kameraliga keldik.
Yana burishda davom etamiz. Demak, uch kamerali kesim. Aorta klapan aorta chiqyapti. Endi e'tibor qarasangiz 5 kamerali apikal kesimda bu tomonda chiqadi aorta. Bu yerda esa aksincha biz ekranimizda metka yo'q tomonga to'g'ri kelyapti. Mana bu tomonda chiqardi. Ya'ni biz endi aortani old orqa kesimini olyapmiz bu yerda. 5 kameralida yon devorlarini ko'rayotgan edik. Old orqa kesimi, mana bu tomon oldi yurakni, bu orqa tomoni. Aorta bu boshqa kesim. Lekin bizga klapanlar o'zgaradi. Endi bu yerda besh kamerali atipik kesim, ya'ni endi o'sha 5 kamerali haqiqiy kesimga teskari variant. Hozir 3 kameraldan keyingi holat, ya'ni datchikni burishda davom etsak biz 2 kamerali, 3 kamerali va eng so'ngida 5 kamerali atipik kesim. Bu 5 kamerali tipik kesim hozir ko'rayotganimiz. Bu yerda 5 kamerali tipik kesim. Aksincha chiqishi kerak. Aksincha chiqishi kerak. Xullas, teskari burildi menimcha, teskari. Hop. Endi keyingi ko'rishimiz kerak bo'lgan oyna bu subkostal kesim. Subkostal kesimda hozir to'shni men ko'rsatmay qo'ydim. Subkostal kesimda biz yurakni, demak, qovurg'alar ostidan turib ko'rishga harakat qilamiz. Ma'lum tomondan. Ya'ni subkostal oyna orqali hanjarsimo o'siq ostiga datchikni qo'yib, shu sohadan biz yurakni mana bunaqasiga kesamiz. Bunaqasiga. Ya'ni yon tomonidan kesib olamiz. Mana bu kesimimiz 4 kamerali apikal kesimimiz mana bu yoqdan bu yoqqa qarab olgan bo'lsa, xuddi shu narsani endi faqat yon tomondan olishimiz bu yerda ko'rib. Yon tomondan olamiz. Xullas, bunda biz datchikni qanday qo'yamiz? Datchik metkasini biz soat strelkasi 4 ga to'g'rilaymiz. Taxminan soat strelkasi 4 ga to'g'ri kelishi kerak. Ya'ni metkasi bor tomonni biroz 3 ga qo'ysak to'g'ri qo'yamiz. Biroz metka bor tomonni biroz buramiz. Soat 4 ga to'g'rilab olamiz. Qiyshiq burchak ostida ketadi to'lqin. Bunday holatda. Bunda biz yurakni bunaqasi kesimini olamiz. Yon tomondan 4 kamera kesim. Bu uchun biz datchikni o'sha to'sh ostiga, ya'ni hanjarsimo o'siqni ostiga qo'yamiz. Biroz qorni biroz o'tgan holatda datchikni qoringa tekkizib olamiz. Albatta gelni ko'p surtish kerak, chunki bu yerda datchigimizni yuqori qismi soyalanish bo'lmasligi uchun. Datchikni asta-sekin ko'tarishni boshlaymiz. Qoringa tekkizib olgan datchikimiz. Ko'tarishni boshlaymiz va bemorga nafas olish buyuramiz. Bemor chuqur nafas olgan paytda bizga 4 kamerali apikal kesim, 4 kamera subkostal kesim chiqadi. Mana bu holatdagi kesimimiz, yurakni yon tomonidan ko'ramiz. 4 ta kamera ko'rinadi. Bu yerda ham apikal kesimga o'xshash ko'rinishda, faqat endi biz asosdan yon tomondan, yurakni yonidan, o'ng qorincha tomondan chap qorincha tomonga qarab olyapmiz kesim. Bu kesimning afzallik tomonlari qorinchalararo to'sig'im, bo'lmachalararo to'sig'im e'tibor qarasak, bizning to'lqinimizga nisbatan 90 gradus burchak ostida joylashadi. Ya'ni yaxshi ko'rinadi. Birinchisi. Ikkinchisi,
bu yerdagi Doppler orqali tekshirgan vaqtimizda qon oqimlari ham bizni to'lqinimizga nisbatan 0 gradus burchak ostida bo'lgani uchun, ya'ni to'lqinimiz bunaqasi o'tganda qon oqimi ham shunday harakatlanadi, misol defektlarda. Demak, defektlardagi qon oqimi, bo'lmachalar to'sig'i defektdagi yoki qorinchalar to'sig'idagi defektlardan o'tayotgan qon oqimlari shuntlarni ham ko'rish imkonini beradi bu kesim. Shunisi bilan yaxshi. Ya'ni bizni to'lqinimizga nisbatan 90 gradus burchak ostiga yaqin turadi. Yoki to'lqinimizga nisbatan qon oqimi 0 gradus burchak ostiga yo'naladi. Shuning uchun ba'zida agar qon oqimlarini defektlardan o'tayotgan qon oqimlarini ko'ra olmasangiz, albatta subkostal kesimdan foydalanish kerak. Subkostal kesimda ham 4 ta kameraga baho beramiz. Har biriga ayniqsa o'ng qorincha bu kesimda yaxshi ko'rinadi. O'ng qorinchaning erkin devori va bu devor yuqorisidagi eng dastlab suyuqlik yig'iladi perikardda erkin devorni oldiga, o'sha jigar bilan, endi bizning ekranda shunday chiqadi. Jigar bilan yurakni oralig'ida mana bu sohada birinchi suyuqlik yig'iladi perikardda. Suyuqlikni dastlabki yig'ilish joyini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va o'ng qorincha juda ham aniq-tiniq ko'rinadi. Datchigimizga juda yaqin joylashadi. Devorlar qisqaruvchanligiga baho beramiz. Atrioventrikulyar klapullarga baho beramiz va ularning patologik o'zgarish bor yo'qligiga. Perikard bo'shlig'ini men yuqorida aytib o'tdim. Suyuqlik dastlab eng erta yig'ilishini ham ko'ra olamiz. Ya'ni kam miqdordagi suyuqlik bo'lsa ham ko'ra olamiz. Va qorincha va bo'lmachalar to'sig'ini baholash. Ayniqsa bo'lmachalar to'sig'i uchun juda ham muhim kesim hisoblanadi. Bo'lmachalar to'sig'idagi defektlarni aniqlash imkonini beradi bu kesim. Kelinglar subkostal bo'ylama kesimni chiqarishda animatsiya ko'rinishida ko'ramiz. Demak, datchikni hanjarsini o'siq ostiga qo'yamiz va qoringa tekizib biroz ko'taramiz. Datchik metkasi aytib o'tdim, soat 4da turish kerak. Bunda bizga yurakni 4 kamerali subkostal kesimi chiqadi. Yani ekranimiz yuqorisida o'ng kameralar, pastida esa chap kameralar joylashadi. Trikuspidal va mitroklapullar harakatini ko'rishimiz mumkin bu yerda. E'tibor qaratamiz mana bu holatda. Qorin muskullarini bo'shashtirish uchun oyoqni albatta bukish kerak. Chunki biz datchikni bosishimiz kerak bo'ladi bu holatda. E'tibor qarating, bosayotganini yurakni ko'rish uchun. Va bemorga chuqur nafas olish buyuriladi. Nafas olgan vaqtida ko'rsak, diafragma jigarni biroz tushirishi va jigarni akustik oyna sifatida foydalanish imkonini beradi. Bunisi ichaklar bizga xalal beradi, to'sib qoladi. Shuning uchun nafas oldiramiz va keyin baholaymiz. Demak, o'ng qorincha, chap qorincha, demak o'ng kameralar datchigimizga yaqin, jigardan keyingi sohada joylashadi. Bu kesimda jigar bizga akustik oyna vazifasini bajaradi nafas olgan paytimizda, nafas oldirgan paytimizda. Chap kameralar esa orqaroqda. O'ng kameralar baholash uchun juda ham qulay kesim va to'siqlarni baholash uchun juda ham qulay kesim hisoblanadi. Va mana bu sohaga men yuqorida aytib o'tdim, jigar bilan o'ng qorincha erkin devori oralig'iga yoki old devori oralig'iga, olmas erkin devor bu suyuqlik yig'iladi. Bu suyuqlikni biz ko'ra olamiz erta davrda ham. Undan tashqari o'ng qorinchani o'sha o'pka tromboemboliyasi, o'pka arteriyasi tromboemboliyasida o'ziga xos bir ikki qismini giperkineziyasi, qolgan qismini gipokineziyasi bor. O'ziga xos belgi, mana bu soha kuchli qisqarib turadi. O'pka arteriyasi tromboemboliyasini aniqlash patognomik belgisi shuni ham shu sohada ko'ramiz. Shuning uchun subkostal kesimni fast protokoliga kiritilgan, ya'ni shoshilinch holatlarda ko'rib qo'yish kerak bo'ladi. Ham suyuqlikni ko'ramiz, ham demak, mana bu sohada qisqaruvchanlik buzilganini ko'ramiz. Endi Doppler qilishda biz qorinchalar to'sig'i, bo'lmachalar to'sig'ini baholash imkoniyatimiz bor. Ya'ni defektlarni, shuntlarni aniqlash imkonimiz bor Dopplerda.
Demak, bu 4 kamerali subkastal kesim. Undan tashqari, ba'zida doim emas, ba'zida parasternal kesimlarda biz ko'ndalang kesimdan chiqara olmasligimiz mumkin. Shunaqa holatlar bo'ladi, bemorda holati imkon bermaydi yoki o'sha kechagi savollardan bittasi operatsiya bo'lganda nima qilamiz degan savollar. Agar parasternal ko'ndalang kesimlarni olish imkoni bo'lmasa, subkastal ko'ndalang kesimlarni olishimiz mumkin. Bu uchun datchikni metkasini endi soat strikasi 12:1 atrofiga to'g'rilashimiz kerak bo'ladi. Va yuragni ko'ndalang holatda ko'rib chiqishimiz mumkin. Xuddi parasternal ko'ndalang kesimlardagiga o'xshash ko'rinishda. Faqat endi juda ham tashxis sifati yuqori bo'lmasligi mumkin, lekin baholash imkonimiz bor. Bu ko'rishimiz o'pka arteriyasi, aorta va yuqorida ko'rdik, o'sha papillar muskullar sohasi, mitraklapan sohasidagi ko'ndalang kesimlar hammasi chiqadi. Agar sizga bemorni holati imkon bersa, to'la odamlarda ko'rish biroz qiyinroq, qorni gaz ko'p bo'lgan odamlarda ko'rish biroz qiyin bo'ladi. Qolgan holatda demak baholash mumkin. Subkastal kesimlar, ko'ndalang kesimlar orqali. Bunday holatda kesim barcha qismini ko'rib chiqishimiz mumkin. Datchik demak o'ngga chapga egish orqali burish, bir joyda turib egamiz. O'sha aorta sohasidan kesim, faqat endi o'zgacharoq bu yerda, chunki biz kesimni yon tomondan olyapmiz. Bu yerda ham o'sha o'pka arteriyasi, aorta klapan, tricuspidal klapan va bu chiqish yo'li, bu o'ng bo'lmacha tomoni, chap bo'lmacha tomon juda ham kichik chiqadi. Demak, baholashimiz mumkin, bu kesimga qanchadir darajada imkon beradi bizga ba'zi holatlarda baholash imkoni bo'lmasa, parasternal kesimlarda. O'pka arteriyasi, aorta va klapanlar. Tricuspidal klapan o'ng va bo'lmacha, o'ng qorincha sohasi, chap bo'lmacha kichik o'lchamda. Subkastal aorta sohasidan kesim bu yerda ko'rsatilgan. Subkastal ko'ndalang kesimlarda aorta sohasidan kesim o'pka arteriyasi va klapaniga baho beramiz. O'ng qorincha chiqish yo'liga, aortal va tricuspidal klapanga, qorinchalarni keyingi kesimlarda qorinchalar holatini baholashimiz mumkin, qisqaruvchanligini qanchadir darajada imkon darajasida baholab berishimiz mumkin, bemorning holati imkon bersa. Undan tashqari subkastal kesimda yana biz pastki kavak venani quyilish joyini baholashimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni pastki kavak venani o'ng bo'lmachaga quyilish joyini chiqarishimiz mumkin. Bu uchun biz datchikning metkasini soat strikasi bo'yicha 12 ga olib kelamiz va biroz ko'taramiz. 12 ga olib kelib biroz o'ngroqqa qarab surishimiz kerak. Bunda bizga pastki vena jigar ostidan kelib quyilyapti. O'ng bo'lmachaga quyilayotgan joyi ko'rinadi. Hozir boshqa holatda, mana bu holatda turgan bo'lsak, biz bo'ylama kesimi bu subkastal datchikni biz demak 90 gradus burchak ostiga keltiramiz. Ya'ni datchigimizni metkasi soat strikasi 12 ga to'g'rilanadi. Bunda bizga pastki kavak venani o'ng bo'lmachaga quyilayotgan joyi ko'rinadi. Eustaxiy klapan ham ko'rinadi. Bu yerda o'lchamlik mana bu yerda qimirlab turibdi. Ko'rishimiz mumkin. Pastki kavak vena, o'ng bo'lmacha, tricuspidal klapan. Mana bu yerda ham ko'rsatsak bo'ladi. Pastki kavak vena, o'ng bo'lmacha, tricuspidal klapan. Endi o'ng qorincha uncha ko'ringani yo'q. Bu yerda yana muhim narsa, bu pastki kavak vena bo'lsa, mana bu joyda yuqori kavak venani ham ko'rishimiz mumkin. Yuqori kavak vena. Ya'ni endi bir rejimda qiyinroq ko'rish, asosan yuqori kavak venani Doppler orqali ajratib olamiz.
Subkostal pastkavi venada pastkavi venani o'lchamini olishimiz mumkin va unga qarab organizmdagi qon hajmini, ya'ni gipovolemiya bor yo'qligini, o'ng bo'lmachadagi bosimni aniqlashimiz mumkin. Va jigar venalaridagi qon oqimlariga baho berishimiz mumkin bo'ladi. Qon ortga qaytyapmi yo'qmi va hokazo. Kelinglar, animasiya ko'rinishida ham bir ko'ramiz. Yuqoridagi bo'ylama kesimdan biz ko'ndalang kesimga o'tkazamiz va datchikni biroz ko'taramiz. Va ko'proq o'ngga qarab buriladi. Biroz to'lqin nuri o'ngga qarab pastga vena chiqadigan kesim. Ko'rishimiz mumkin pastga venani o'ng bo'lmachaga quyilayotgan joyi mana bu tomonida, aks tomonida, ro'parasida sal datchikni egibroq qo'ysak, bizga yuqori kavak vena chiqadi. Hozir yuqori kavak venani ham ko'ramiz. Demak, datchikni buryapmiz va biroz o'ngga qarab nurini to'g'irlayapmiz, egayapmiz. Pastga vena o'ng bo'lmachaga quyilayotgan joyi. Bu yerda pastga venani kengayib ketishi va nafas olish vaqtida qisqarmasligi bu demak o'ng bo'lmachada bosim yuqori bo'lib ketgan belgisi hisoblanadi va sababini qidirib topish kerak bo'ladi. Ya'ni o'pka gipertenziyasini aniqlashda yordam beradi. Demak, shu kesimimiz pastga vena, yuqori kavak vena, chap bo'lmacha, o'ng bo'lmacha. Yana bu uncha muhim emas, bizga pastga vena va o'ng bo'lmacha muhimroq. Yuqori kavak vena, shu pastki kavak venani kesimini, hozirgi kesimimiz faqatgina aks tomonida Doppler yoqib ko'rishimiz kerak, yuqori kavak venani qon oqimi. Hozir bir rejimda ajratib olish juda qiyin, chunki atrofda juda ham artefaktlar ko'p bo'ladi. Bu sohada qayerda turganini baholash uchun Dopplerda aniqlash kerak. Kengayganmi, kengaymaganmi qarashdan ko'rishimiz mumkin Dopplerda qon oqimini. Albatta pasaytirib ko'rish kerak. Bu spektral Dopplerdagi yuqori kavak venani qon oqimi. Nimasini parafni pasaytirib ko'rish kerak, qon oqimi sekin bo'ladi. Yuqori kavak venani. Va keyingi oynamiz eng so'nggisi bu suprasternal kesim, oyna yoki suprasternal kesim. Ya'ni aortani ko'rish kesimi, boshqacharoq aytganda, suprasternal so'zining ma'nosini aytib o'tdim. To'sh yuqorisidan degan ma'noni bildiradi. Demak, to'sh chuqurchasi sohasiga biz datchikni nisbatan chaproqqa qo'yamiz, mana bu sohaga. To'sh chuqurchasi mana bo'lsa, nisbatan chaproqqa yo'naltirib, to'lqinimizni yo'nalishi chaproqqa yo'nalgan bo'lishi kerak. Chapga egilgan bo'lishi kerak datchik. Ya'ni dastasi bu tomonga, to'lqin bu yoqqa qarab yo'nalgan bo'lishi kerak. Va metka soat strekkasi bo'yicha agar biz 1 ga qo'yadigan bo'lsak, bizga aortani bo'ylama kesimi chiqadi. Soat strekkasi 4 ga qo'yadigan bo'lsak, metkani aortani ko'ndalang kesimi chiqadi. Ko'ndalang kesim deyarli ishlatilmaydi, asosan bo'ylama kesimdan foydalaniladi. Ko'ndalang kesimda asosan o'sha yuqori kavak vena, pastki kavak venani o'ng bo'lmachaga quyilish joyini chiqarishda foydalaniladi. Hozir kesim yo'q, doim ham chiqmaydi. Mana bunday holatda qo'ysa ko'ndalang chiqadi. Bundayda demak soat 1 da turibdi metka mana bu yerda. Bu aortani bo'ylama kesimini chiqarish uchun juda ham qulay kesim. Qulay hisoblanadi. Bunisida demak ko'ndalangi. Datchikni biroz ega borsak, biz mana bu joydan kesim olsak, pastki va yuqori kavak venani o'ng bo'lmachaga quyilayotgan joyini chiqaramiz. Kelinglar ko'ramiz. Bizga endi muhim bu yerda suprasternal kesimda aortani o'zini ko'rish. Ya'ni yoyi ko'tariluvchi aorta va tushuvchi aorta brachiocephal arteriyani ko'rish biz uchun muhim. Qo'ydik hozir endi bu kurs ko'rinmoqda. Datchikni egish orqali biz aortani chiqaryapmiz. Aortani ko'tariluvchi qismi yoyi va tushuvchi qismini ko'rishimiz
kerak bo'ladi. O'rtasi mana bu joyda o'rtasidagi ko'ndalang holatda chiqqan tomir bu o'ng o'pka arteriyasi aortadan o'tib, aorta yoyidan o'tib, unga qarab yo'naladi. O'ng o'pka arteriyasi. Ko'tariluvchi aorta, yoyi va tushuvchi aorta. Bu demak o'pka arteriyasi o'ng. Ko'ndalang kesimda chiqadi o'rtasida. Biz uchun muhimi mana bu kesim, mana bu tomir bu aorta. Bundan tashqari 3 ta tomir chiqadi, brachosefal arteriyalar. Bu brachosefal arteriya o'ngda yo'nalgan va umumiy uyqu arteriyasi o'ng chap umumiy uyqu arteriyasi, chap umrivosita arteriyasi. Qon oqimiga albatta baho berish kerak. Bu yerda datchikdan qochayotgan, datchikka qarab yo'nalayotgan qon oqimlari. Bu kesimdan chiqarishdan maqsad asosan aorta patologiyalarini aniqlashda foydalaniladi. Albatta aortani patologiyalab o'tganimizda bu haqida to'liq to'xtalamiz. Koarktasiya, aorta koarktasiya bo'lsa yoki aortani qavatlanishi bo'lsa, yoki anevrizmasi va hokazo turli patologiyalarni suprasternal kesimda aniqlashtiriladi. Kesim ko'rinishi mana bu holatda bo'ladi. Demak, soat strelkasi to'rda turibdi metkamiz va biz aorta yoyini, ko'tariluvchi yoy va tushuvchi qismini ekranda ko'ramiz. Ekranda endi turli odamlarda turlicha egrilikda joylashadi, turli burchak ostida joylashadi. Shuning uchun datchikni biroz burish joyida turgan holatda biroz egishni amalga oshirish kerak. Ya'ni bu tomonga yurgizish kerak mana bu to'lqinni va datchikni o'zini o'sha soat strelkasi 4 emas 2 ga qo'yib aortani to'liq chiqarib olish kerak. Demak, ko'tariluvchi aorta yoyi tushuvchi aorta bor va bunga birinchi chiqqan tomirlar o'sha bosh yelkani qon bilan ta'minlovchi tomirlar bizga ko'rinadi. Yani ko'rishimiz mumkin ko'tariluvchi aorta bu yerda. Aorta yoyida bilamiz o'sha 3 ta chap umrivosita, uyqu va o'ngga yo'nalgan brachosefal arteriya. Aortada joylashgani bu o'ng o'pka arteriyasi. Suprasternal kesimda biz asosan shu aortaga baho beramiz. Va o'ng o'pka arteriyasini endi baholashimiz mumkin, uncha muhim. Bizga brachosefal arteriyadan boshlanish joyini baholashimiz mumkin, bu yerda nuqsonli o'zgarishlar bo'lsa va asosan kasalliklar aniqlashda, aorta patologiyalarini aniqlashda foydalaniladi bu kesim. Demak, suprasternal kesimni chiqarishga e'tibor qaratinglar, bemorni yelkasiga yostiq qo'yiladi. Bosh maksimal orqaga egilgan holatda turishi uchun. Chunki biz mana bu sohada turishni, chuqurchasini ochib olishimiz kerak. Datchik bilan manipulyatsiya qilishga imkon bo'lishi kerak. Shuning uchun yelkaga qo'yiladi, bosh biroz orqaga, endi u bemorning holatiga qarab qilinadi albatta. Imkon bersa qo'yiladi. Va datchikni shu metkasini aytib o'tdim. To'rga qo'yilgan vaqtda va biroz egib ko'rilganda bizga aorta yoyi aniq-taniq ko'rinadi. Va albatta ko'tariluvchi aorta, tushuvchi aorta, datchikni biroz chapga o'ngga egish orqali tushuvchi, ko'tariluvchi qismini alohida ko'rishimiz mumkin. Tushuvchi qismini ko'rsatyapti bu yerda. Asosan eng ko'p koarktasiyalar, torayishlar mana bu tushuvchi qismida, ya'ni yoy bilan tushuvchi qism qo'shilgan joyda mana bu sohada ko'p kuzatiladi. Chunki bu yerda ductus arteriosus bor. Baholanadi. Buni ko'tariluvchi aorta, tushuvchi aorta, o'pka arteriyasi yana bir marta. Bugunga shu. Kimdadir qanaqadir savollar bo'lsa bemalol chatga yozishlari mumkin. Bu yog'i kerak emas.